erib yoki bo'lsa yonib ketish xavfi juda katta bo'ladi. Qanaqa taqlid etadi xohlasang, yirtilib ketadi ham bo'ladi. Agarda taxtadan qildiraman deydigan olsang, vaqt soati kelib chiriydi, iriydi, undan tashqarida bo'lsa sinib ketadigan bo'ladi, oshcha ves ko'taramaydi ham bo'ladi bo'lsa, undan tashqarida uylayda mehmon keladigan bo'lsa, mana shunday holatda taxtdan ko'radigan bo'lsa, voy, u yoq xunuk ekan deydi ham bo'ladi bo'lsa. Endi bularni qilib turib, mana sizlarga yangilik bo'lsa, rangi oppoq bo'ladi, eng asosiysi bukilmaydigan, sinmaydigan, uzoq yillar xizmatingizni qilib beradigan xonadon bo'ladi bo'lsa, eng asosiysi bo'lsa, eng kamida 15 yilgacha bemalol xizmatingizni qilib beradigan xonadon bo'ladi bo'lsa. Uyga hozirgi kunda sifatli holatda telefon qildirish necha puldan tushadi ekan obunachilar uchun do'stlar, mana shu profillarda qilib berishadi do'stlar, reykalarda o'rniga do'stlar. Eng asosiysi profildan ham listi qalin bo'lganiga qaramasdan narxi suv tekin narxlarda bor yo'g'i 1 kvadrat metr 120 ming so'mdan do'stlar juda chiroyli holatda list rasxotiga hisob-kitob turib vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab xizmatlar ko'rsatiladi do'stlar. Agarda tarnovlar keladigan bo'lsa, do'stlar, tarnovini 1 metr 75 ming so'mdan xohlasang bunaqasi ham qilib berishaveradi do'stlar. Eng asosiysi do'stlar, vodiy bo'ylab xizmatlar ko'rsatiladi. Mana shu aytilgan narxlar ichida uyda egasini talab qilinadigan narsa yel ichish, yotog'ini qilib bersalar bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlardan kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqa qilib ko'rasizlar.